Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Egalardan 2023 kuzov 24 Mokriy Svet Damas kelib turibdi. Mashina 17300 km yurib turibdi. Poliklar tashalgan, metan gazlar ham ustanovka bo'lgan. Kraskasi absolutni родной. Idealniy holatda turibdi. Kindablu emas, Mokriy Svet. Shundan e'tibor etasizlar, mashinaning orqa sidinlari paketlarida turibdi. Metandan puxta etib zaxoniyat qilib qo'yganlar. Qalpoqlar ham yana turibdi, qo'yilgan emas. Mashina bahası 85 milyon bo'lsa beracaklar, bitari, lekin egalardan kuzov bilan ko'rsatib beramiz. Yana 24 chistini kuzov. Avtokredite alaman desangizlar 3 milyon so'm bilan chiqadi. Notarius gaisi addini oylik to'lov 3 milyon so'mdan 5 yilga tushadi. Kime qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Naqd barter avtokredit etib beramiz. Barterga Nexia 2 mashinalaringiz bo'lsa, egalaridan Nexia 2 mashin kerak ekan, barter etaveradilar. Rahmat, sog' olasizlar.